Miyasi yarimta ekanligini 27 yoshida bilib qolgan ayol haqida gapirib beraman. Mana bu harakatni men bilan takrorlang, bahonada 17-kun mashqlarini bajarib olasiz. Mana shu odamning miyasi yarimta desa, u fikrlamasa kerak, gapirmasa kerak, jinni bo'lsa kerak deb o'ylaysiz, a? Lekin Mishel Makda unday bo'lmagan. U gapirgan, nutqi joyida, maktabga borgan, o'qish, yozishni o'rgangan. Lekin ona deb baribir. Onasi sezgan nimadir boshqacha, chunki bolasida agressiya kuchli bo'ladi, his-tuyg'ularni yaxshi boshqara olmaydi. Notanish joylarda o'zini yo'qotib qo'yadi, tanasining o'ng tomonida qandaydir harakatlari beso'naqay bo'ladi. Turli mutaxassislarga olib boradi. Aniq tashxis qo'yilmaydi. Down desa down emas, DCP desa DCPga o'xshamaydi. Xullas, bu holat 27 yoshigacha davom etadi va Mishel Mak 27 yoshiga to'lganida uning onasi doktor Grafman bilan tanishib qoladi. Doktor Grafman u neyrobiolog olim, nevrolog mutaxassis bo'ladi va tabiiyki Mishel Makning miyasini MRT tekshiruvidan o'tkazadi. Va tasvirni qarasa, Mishel Makning chap miyasi yo'q, o'ng yarim shar biroz kattaroq bo'ladi. Mashqimizni birozgina o'zgartiramiz mana bu tarzda. Bu holatni doktor Grafman shunday tushuntirib beradi. Ya'ni Mishel Mak homilalik paytining so'nggi oylarida yoki shu tug'ilish jarayonida insultni boshdan kechiradi. Bu prenatal insult deb ataladi. Ya'ni miyasining chap tomoni qon aylanishida keskin o'zgarish yuzaga keladi va buning oqibatida chap yarimshar to'qimasi shikastlanib, rivojlanishdan orqada qoladi va uning o'rniga o'ng yarimshar barcha vazifani o'z zimmasiga oladi va kuchliroq rivojlanishda davom etadi. Shuning uchun ham bola o'qiydi, rivojlanadi, unchalik bilinmaydi. Umuman bolalarning neyroplastiklik xususiyati kattalarnikiga qaraganda juda kuchli bo'ladi. Mashqimizni yakunlaymiz va bundan qanday xulosa olishimiz mumkin bo'ladi. Farzandlarimizning bolalik davrida biz ularga qanchalik ko'proq yordam bersak, ularning miyasi yaxshi rivojlanishi uchun, ta'lim olishi uchun qanchalik ko'p yordam bersak, shunchalik bolalarning miyasi o'sishda, rivojlanishda davom etadi va ular hayoti davomida nafaqat kognitiv xususiyatlari jihatidan, balki ham ruhan, ham jismonan jihatdan ularning sog'lomligi yanada ortib boraveradi. Chunki bolalar miyasi kattalarnikiga qaraganda juda katta tezlikka ega rivojlanish jihatidan. Aynan mana shu xususiyatidan biz foydalanib qolishimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, agar sizga mana shu kabi ilmiy voqealar qiziqarli bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. Bugungi mashqni bajara olgan bo'lsangiz, plyus belgisini izohlarda yozing.